Do'stlar, xudo xolasa 14-iyun sanasi mana ko'chatlarimizni o'tlarni olib chiqyapmiz. Mana bitta ikkita o'tlarini xudo xolasa ulamaga harakat sentyabrdan boshlaymiz inshaalloh. Do'stlar, giloslarimiz qalay bo'pti? Degana jo'ltiy mana sariq giloslarimizni holatiga baho beringlar mana. Bir marta dori solarganmiz, endi dori solishdan boshlaymiz do'stlar. Holatiga baho beringlar. Bu nima uchun ulanadi, payvand bo'ladi degan uchun do'stlar, bu o'zi chanatu sortlarda ulaydigan bo'lsa zo'r bo'ladi do'stlar. Mana bu vishnya qora gilosimiz. Mana bargida ham farqi bo'ladi, ko'rishlaring mumkin. Bunga o'zini chaynatuvchi sortlarda ulaydigan bo'lsa zo'r bo'ladi. Bu o'suvchi hisoblanadi. Mana holatini ko'ringlar. Bitta ko'rsatib qo'ying. Mana biz o'tlarni olib qo'yapmiz, xudo xolasa chiroyli bo'lib. Mana bangida o'suvchi hisoblanadi. Do'stlar, mevali ko'chatga nomerlar qoldirib qo'yamiz. Bu xudo xolasa sentyabrga payvand bo'ladigan ko'chatlarimiz do'stlar. Bir yil kuzga tayyor bo'ladigani narada. Do'stlar, mana holatiga necha baho qo'yasizlar? Bitta ko'rsatib qo'ying ob'yomda. Ana do'stlar, holatini ko'ringlar. Like bosamiz do'stlar, videoni ana shularga ulashib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.